Assalomu alaykum qadrdonlar. Hozir X100 milliy taomlarga kelyapman. Obed payti bo'lib qoldi. Juda ham ko'pchilik menga bu yerni tavsiya berdi. Sababi bu yerda set ovqatlarni yo'lga qo'yishgan ekan. Bismillah. O, joylari akkuratli, ko'ryapsizlar, o'tirib ovqatlanishga hamma sharoitlarni yaratib qo'yishgan ekan. Hop. Men o'zimga osh zakaz qilganman. Bu set ichida qaranglar, shunaqa nonini, salatini, kompotini bonusga qo'shib berishyapti. Osh ko'rsanglar bo'ladi. Osh ham dobri. Qanaqadir oshna og'aynilar bilan yoki oilaviy bemalol kelib obedlansa ham bo'ladi. Yaxshi tarafi ham bor ekan bu yerda. Yetkazib berish xizmati ham bor. Uni qo'shib qo'yishgan bot manzillarni sizlarga oldirib ketaman. Qaranglar, agarda cheres bot zakaz qiladigan bo'lsanglar, boyiga ko'rgan setinglarning ichiga bittadan shunaqa shirinligini ham qo'shib berishadi. O'z shirinlikni assortimenti katta. Qanaqadir zakaz qilsanglar, zakaz asosida ham tayyorlab berishadi. Joylarni ko'ryapsizlar, akkuratli, bemalol. Maza qilib o'tirib ovqatlansanglar bo'ladi. Yoqimli ishtaha obed qilmagan bo'lsanglar, kelsanglar, birga obedlanamiz. Aytmoqchi bitta narsani eslatib o'taman. X100 shahar bo'yicha 3 ta filiali bor ekan. O'zingizlar ko'ryapsizlar, bemalol ovqatlanishga hamma sharoitlar bor. Hammanglarni men ham tavsiya qilib qolaman. Hozir endi buni mazasiga bitta baho beramiz.